kunlarda hammamiz ham yaxna ichimliklar ichishga chanqoq bo'lamiz. Yaxna ichimliklarni o'zi kasallikka olib kelmaydi. Bularning asosiy sababchisi viruslar yoki bakteriyalar bo'ladi. Lekin yaxna ichimliklar tanani, o'sha halqumni, tomoqni, kletkalarni zararlantiradi va mahalliy immunitetni pasaytiradi. Shu sabab viruslar va bakteriyalar qo'zg'aydi va ko'payadi. Buning natijasida kasalliklar kelib chiqadi. Bu tomoq og'rig'i, tonzillit, faringit, halqum shamollashi, tomoq shamollashi va laringit, og'iz paylarining shamollashi kelib chiqishi mumkin. Shunda tomoqda og'riqlar kelishi mumkin, temperatura ko'tarilishi mumkin, yutinishda og'riqlar bo'lishi mumkin, tomoq shishi, tomoqda yallig'lanish paydo bo'lishi mumkin, og'izda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Agar sizda yoz faslida ichimlik, sovuq, yaxna ichimliklar ichmoqchi bo'lsangiz, ularni kam miqdorda tomoqda, og'iz bo'shlig'ida isitib, ilitib ichishingiz mumkin. Shunday qilib siz kasallikni oldini olishingiz mumkin. Bunday holatlarda kasallikni oldini olmasangiz, kasallik kuchayib boradi. Shu bilan birga kasallik bronxlarga yoki o'pkaga o'tib ketishi ehtimoli juda katta bo'ladi. Bundan tashqari yiringli holatlar yuzaga kelib, paratonzilial abseslarga olib kelishi mumkin. Kasallikni uy sharoitida davolash mumkin. Buni birinchi halqum effekti deb aytishadi. Bunda virusni infeksiyalar bo'lganda birinchi halqum ichganingizdan keyin og'riq pasayishi kerak. Agar og'riq pasaymasa, bu ko'p ehtimol bilan bakterial infeksiyadan darak beradi. Bakterial infeksiya bo'lganda siz doktorga ko'rishingiz shart. Demakki, bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Agar uje kasallangan bo'lsalarga, unda sovuq ichimliklar ichishi tavsiya etilmaydi. Demakki, bu kasallikni yanada battar qo'zg'atib yuboradi. O'tkir respirator kasalliklar bilan kasallanganlar, bronxial astma, yuqori nafas sistemasi a'zolari kasalliklar, bular gaymaritlar, xronskiy faringitlar, bronxial astma va shu kabi kasalliklar bilan kasallangan kasallarga bu tavsiya etilmaydi. Kasallikni zo'rayib ketmasligini oldini olish uchun har qanday kasallikni shifokor nazoratida davolash kerak. Shu sabab shifokorga imkon qadar tezroq murojaat qiling.